Mana bugun polvon aziz do'stim osh qilib beraman degdi. Huzur o'rtoq. Birinchi qozonni o'zi osh damlab ochib berdi. Bog'imizni ham, sport bog'imizni ham ochilishini qildik. Mana hozir choyxona palo qilyapti o'zi. Hozir bitta shef kelsalar bo'ldi, hamma kelgan. Bu yoqda mana sport bog'i deb nom qo'ydik endi. Kichkinagina joyimiz. Tohir og'aynim kelgan mehmon bo'lib. Jasur og'aynim kelgan mana bu yoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Aziz mana oshlarni hozir mana bitta gamaklarimiz ham bor og'aylarimiz uchun. Jasur shuni osh tushirib tur. Chiroq tushirib tur. Mana bitta Zinedin Zidan, meni eng yaxshi ko'rgan futbolchim. Bu yoqda Zborniy O'zbekiston terma jamoasi anaqaga Azizga. Xudo xolasa jahon chempionati futbolini ham shu yerda ko'ramiz. Mana. Ke Jasur mana. Tushirib turdi, o'tib ketdi-da, men orqasidan yurib. Mana. Aziz. Oshi. Xudo xolasa osh zo'r chiqdi. Xudo xolasa shef ham kelyaptilar. Kelishlariga tayyor bo'ladi. Buni alanga. Sal uskir kirib qoldi. Xudo xolasa 10 kishi, 15 kishi yig'ilib ham shunaqa o'tirish nasib qilsin. Bu purimiz bizani aziz polvon. Aziz qo'ldan birinchi marta osh yeyishim.